Bugun ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Kanalda yangi bo'lsangiz, like va obuna tugmasini bosishni unutmang. O'zgidromet bugun 26-mart kuni kuzatiladigan ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, bugun kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm, Buxoro, Navoiy, Samarqand, Qashqadaryo viloyatlarida ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat 23-28 darajagacha iliq bo'ladi. Poytaxtda yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol 308 ms tezlikda esadi. Harorat 25-27 darajada iliq bo'ladi. Tog' oldi va tog'li hududlarda ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Baland tog'li hududlarda yog'ingarchilik bo'ladi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Sel, suv, toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat 13-18 darajada iliq bo'ladi. Eslatib o'tamiz, avvalroq 26 va 28 30-mart kunlari kutilayotgan yomg'irlar yog'ishi sababli respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida sel, suv, toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkinligi haqida xabar berganmiz.